Janoza. El-Ardog'dagi taniqli inson bugun tongda 74 yoshda olamdan o'tdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Andijon viloyati agrar sohasi rivojiga hissa qo'shgan taniqli olim, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Professor Oybek Yaqubjonov 74 yoshda vafot etdi. Bu haqida Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Oybek Yaqubjonov uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligi va agrar sanoat tizimida samarali faoliyat olib bordi. Marhum faoliyati davomida O'zbekiston Prezidenti davlat maslahatchisi o'rinbosari, Andijon qishloq xo'jaligi instituti rektori, shuningdek qator mas'ul rahbarlik va ilmiy lavozimlarda ishlagan. Professor Oybek Yaqubjonov ilmiy pedagogik faoliyati davomida ko'plab shogirdlar tayyorlagan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.